Toshkent tumanida Kiles Abdurahmonov mahallasida, Mintere mahallasida shunaqangi chiroyli uchastka qurib qo'yishibdi. 1.8 sotuga juda ham chiroyli qilib joylashtirishibdi. 5 ta xonasi bor ekan, 4 ta sanuzeldan iborat ekan. Keyin plus gaz xonasi bor ekan, keyin podvol qismlari ham bor ekan. O'zingizlarga moslashtirib olaverasizlar bu yoqda. Plus 10 qo'lga qaburilgan yerda kuxnya bo'ladi. Kuxnya bo'ladi. Bu yoqda ikkita sanuzelimiz bor. Ikkita sanuzelga proyekt to'g'rilab qo'yilgan. Bu yog'imizda bitta ota-ona uchun spalni bo'ladi. Birinchi etaj xonalar bilan tanishdik. Endi sizlarni ikkinchi etaj bilan tanish xonalar bilan tanishdik. Ikkinchi etajimizda zal bilan tanishdik. Bu detskiy xonamiz bo'ladi. Detskiy xonaga foydalansanglar bo'ladi. Kengina. Bu yog'imizda ofis sanuzel yana joylashadigan. Bu yog'imizda ota-onalar uchun spalni o'zini sanuzeliga ega. Ketganimizda xonalar yaxshi, kengina. Mana hozir общий bu yog'imizni ham ko'ryapsizlar. Hammasi ikkinchi etajga chiqqaningizda mana zal qismini ko'ryapsizlar, juda ham katta, keng qilib, ofitsialniy insonlar uchun yaratilgan qilib qurib qo'yishibdi. Bu yoqda ham balkon qismlarini cho'tki qilib qurib qo'yishibdi. O'zingizlarga qarab, paxodim chiroyli qilib o'zingizlar yaratib olasizlar. Lekin qurilishga bitta yaxshilab ahamiyat beringlar. 0 dan 100 gacha pishgan g'ishtdan qilib, cho'tki qilib qurib qo'yishibdi lekin.